Tayyor hovli qidirib yurgan mijozlarimizga zo'r variant topib qo'ydim. Farg'ona shahar Mexanitskiyda 2 dan ziyod 2 qavatdan iborat tayyor yashash uchun hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Uyimizning narxini videoni oxirida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Uyimiz obzori bilan tanishib chiqaman sizlarni. Kirganimizda uyimizni ro'parada 2-qavatga ko'tarilish va 1-qavatda kirishimiz bilan chap tomonda zal qismimiz joylashgan. Hovlimiz ideal holatda kirib yashashga tayyor. Va mana ko'rib turganimizdek attachment qilingan, to'liq. Va bu tomonda mana chiqib yurganimizda bitta zal qismi ya'ni ikkinchi zal qismimiz. Asosan 1-qavatda oshxona va zal qismdan iborat, 2-qavatda yotoqxonalar mavjud ekan. Va bu oshxona qismimiz. Ya'ni oshxonamiz, uyimizning oshxonasi ajoyib did bilan remont qilingan va mana ko'rib turganingizdek sifatli mebellar ishlatilgan. Uyimizga har bitta mebelga alohida e'tibor qilib foydalanilgan, ya'ni arzon mebel ishlatilmagan uyimizga. Va ro'parada bitta 1-qavat uchun sanuzel joylashgan bitta. Hop, sizlar bilan endi 2-qavatga ko'rib chiqamiz. Mana 2-qavatimizga ko'tarilish qismi. Aytib o'tganimizdek, uyimiz o'tida remont qilingan, ya'ni noldan uyimizni egalari o'zlari remont qilgan. Mana devor qismlari ham 2-etajimizda ham attachment qilingan. Ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib dizaynda hovli uyimiz. Asosan 2-qavatimizda yotoqxona joylashgan. Va bu tomonda mana bitta bolalar uchun yotoqxona. Dizaynlari ham o'ziga xos. Va bu tomonda mana yana bitta bolalar yotoqxonasi qilib foydalanishgan. Ya'ni uyimiz egalari bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib dizaynga ega hovli uyimiz. Xonalari, ya'ni hovlimizning xonalari. Va bu tomonda mana bitta 2-qavatimizda zal qismimiz. Ko'rib turganimizdek, hamma uylariga mana televizorlar o'rnatilgan. Zamonaviy dizayn qilingan. Ko'rib turganimizdek, devorlarimiz ham attachment qilingan. Va yana bir ma'lumot, 2-etajimiz ham to'pli pol qilingan. Ham radiator, ham to'pli pol. Va bu tomonda yana bitta bolalar uchun yotoqxona tushgan bo'ladi. Hozirda qoldiqqa qilib foydalanishyapti. Va 2-qavatimizda mana sanuzelimiz. Ko'rib turganimizdek. Xo'p, uyimizning narxini egalari 200 ming deyishyapti ekan, yana kelishtirib berishar ekan. Biz orqali kelinsa, kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, kelib hovli uyimizni ko'rsatamiz.